tokni yonida ariq. Chuqur ariq, bu 50 santimetr ariq bo'ladi. 50 santimetrlik Ana plug olish kerak-da o'shani. 50 santimetrlik plugda haydab, mana hozirgi kunda qorlarni yig'ib tagiga taylab chiqamiz. Endi iloji boricha ana shu chuqurlikka taylab chiqishimiz kerak. Bu porini yaygandan keyin aralashtirib amafosni va kaliy o'g'itlarni bu yerda chizillash kerak. Undan keyin Porini ko'mish kerak-da. porini ko'mib, undan keyin chizillash kerak. O'shandagina biz kelgusida mana bu tokzorlardan yuqori hosildorlik olishimiz mumkin. Mana qish kunida to bahorgacha porilarni o'sha kaliy bilan amafos o'g'itlarni aralashtirib solib, haydab shudgor qilib qo'yish. Ana shu bizni asosiy vazifamiz hozirgi kunda shu. Iloji boricha mana shu ishlarni bajarishga harakat qilmoqda bizni ilmiy tajriba stansiyamiz.